Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz pedagogik faoliyatning psixologik asoslari, pedagogik qobiliyatlar. Reja. Birinchi rejamiz pedagogik qobiliyatlar, ikkinchi rejamiz pedagogik faoliyatning psixologik xususiyatlari, uchinchi rejamiz pedagogik shaxsi va unga qo'yiladigan talablar. To'rtinchi rejamiz pedagogning o'zini o'zi boshqarish muammosi haqida. Xo'p, birinchi rejamiz haqida gapiradigan bo'lsak, shaxsning motivatsion sohasiga ta'sir etishi, ya'ni bu xatti-harakat motivlari orasida ideallar va qarashlar muhim rol o'ynaydi. Vygotsky bola ideallarini o'rganish ehtiyoji haqidagi masalani qo'yadi, chunki aynan bola ideallari axloqiy xulq-atvorni egallashda katta rol o'ynaydi. Psixik rivojlanishning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, uning natijasi bolani o'rab turgan ijtimoiy muhitda ma'lum bir obrazlarda mavjud bo'ladi. Bunday obrazlar ideal rivojlanish jarayonini yo'naltiradi va boshqaradi. Bolaning hayot jarayonida yetakchi ahamiyatga ega bo'lgan motivlari sekin-asta shakllanadi. O'qituvchilik inson jamiyati tarixi boshlangandan e'tiboran davom etib, shu bilan birga hamma vaqt jamiyat va jamoatchilik tomonidan e'tiborga loyiq e'zozlanib kelgan kasb hisoblanadi. Al-Farabiy o'qituvchi deydi, aql farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarni to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarurdir. U o'z fikri davomida o'qituvchi va rahbarning vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o'xshaydi. Shu sababli o'qituvchi eshitgan va ko'rganlarning barchasini eslab qolishi, aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi, o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarni to'liq va aniq ifodalab berishi bilmog'i lozim. Shu bilan birga o'z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo'lishi lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi, deb ta'kidlab o'tganlar. Yusuf Qashqariy men a'zolar kasalligini davolashdan oldin odamlarning ruhiyatini davolashni zarur deb topdim. Bunga men o'qituvchilik yo'li bilan erishaman. Bunga mening ishonchim komil. Chunki a'zolar kasalligi bilan yuzlarcha, minglarcha odam halok bo'lsalar, nodonlik, bilimsizlik tufayli 10 ming va 100 minglarcha odam halok bo'ladilar. Jomiyning fikricha, bola dunyoqarashining kamol topishida maktab va muallimning roli katta baho beradi va uning fikriga qaraganda muallim aqlli, adolatli, o'zida barcha yuksak fazilatlarni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. O'zini nomunosib tutgan odam hech vaqt bolalarga bilim bera olmaydi degan fikrlarni aytib o'tgan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy ham o'qituvchi mehnatini xolisona baholab, agar shogird podshohlikka erishsa ham unga muallimga qulluq qilsa arziydi degan fikrlarni bildirib o'tganlar. Pedagogik faoliyatdagi muhim jihatlardan biri bu pedagogik qobiliyat hisoblanadi. Pedagogik qobiliyat bu qobiliyat turlaridan biri bo'lib, kishining pedagogik faoliyatga yaroqliligini, shu faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullana olishini aniqlab beradi. Uzoq yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar pedagogik qobiliyatlar murakkab va ko'p qirrali psixologik bilimlardan iboratligini ko'rsatib berdi. Pedagogik qobiliyatlarni biz didaktik qobiliyatlar, akademik qobiliyatlar, perseptiv qobiliyatlar, nutq qobiliyati, tashkilotchilik qobiliyati, avtoritar qobiliyat, kommunikativ qobiliyat, pedagogik xayol va diqqatni taqsimlay olish qobiliyatiga bo'lishimiz mumkin. Didaktik qobiliyatni oladigan bo'lsak, bu bolaga o'quv materialini aniq va ravshan tushuntirib, oson qilib yetkazib berishi, bolalarda fanga qiziqish uyg'otib, ularda mustaqil faol fikrlashni rivojlantira olish qobiliyati hisoblanadi. Akademik qobiliyat o'qituvchining o'zi o'qitadigan fanni, shuningdek boshqa fanlar sohasiga xos bo'lgan chuqur va keng bilimlarga ega bo'lish qobiliyati hisoblanadi. Perseptiv qobiliyatlar bu psixologik kuzatuvchanlik, ya'ni o'quvchi shaxsining individual psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda yondashish, o'quvchining vaqtinchalik psixik holatlarini tushuna bilishdan iborat bo'lgan qobiliyat hisoblanadi. Nutq qobiliyati bu o'qituvchining o'z his-tuyg'ularini nutq yordamida, shu bilan birga mimika va pantomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyati hisoblanadi.
Tashkilotchilik qobiliyati bu dars jarayonida va darsdan tashqari faoliyatlarni tashkil eta bilish, o'quvchilar jamoasini uyushtira bilish va jipslashtirish orqali, shuningdek, o'z shaxsiy ishlarini to'g'ri tashkil qila olish qobiliyati hisoblanadi. Avtoritar qobiliyati bu o'quvchilarga bevosita emotsional irodaviy ta'sir etib, ular o'rtasida obro' orttira olishdan iborat hisoblanadi. Avtoritar qobiliyat o'qituvchining rostgo'yligi, irodaviy uddaburonligi, o'zini tuta bilishi, farosatliligi, talabchanligi kabi irodaviy xislatlar hamda qator shaxsiy fazilatlarga, shu bilan birga o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasida javobgarlikni his etishi, uning e'tiqodi, o'quvchilarga ma'naviy va ma'rifiy e'tiqodni singdira olish kabi xislatlarga ham bog'liq hisoblanadi. Kommunikativ qobiliyat bu bolalar bilan muloqotda bo'lishga, o'quvchilarga bo'lgan munosabatda to'g'ri yo'l topa bilishga, ular bilan pedagogik nuqtai nazardan maqsadga muvofiq o'zaro aloqa bog'lashda pedagogik taktning mavjudligiga qaratilgan qobiliyat hisoblanadi. Pedagogik xayol bu kishining o'quvchilar shaxsini tarbiyaviy tomondan loyihalashtirishda o'z ish xatti-harakatlarini natijasini oldindan ko'ra bilishda namoyon bo'ladigan qobiliyat turi hisoblanadi. Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati bu qobiliyat bir vaqtning o'zida diqqatni bir qancha faoliyatga qarata olishda namoyon bo'lib, o'qituvchi ishida g'oyat muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Va pedagog shaxsining muhim kasbiy sifatlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Biz bunda bilimdonlik, maqsadni ko'zlash, amaliy va diagnostika tafakkuri, intuitsiya, improvizatsiya, kuzatuvchanlik, optimallik, topqirlik va oldindan ko'ra bilish va refleksiyani kiritishimiz mumkin ekan. Pedagogik faoliyatning psixologik xususiyatlari Kuzminov ta'rifiga ko'ra bu 5 darajaga ajratib ko'rsatilgan ekan. Birinchi bu reproduktiv, ya'ni minimal. Pedagog o'zi bilgan narsalarni boshqalarga yetkazib bera olishi va ikkinchisi bu moslashgan, ya'ni quyi. Pedagog o'z fikrlarini auditoriyaga o'ziga xos jihatlar bilan ma'lum qila oladi. Uchinchi bu lokal modellashtirish. Bunda o'qituvchi fanning ma'lum bir bo'limi bo'yicha o'quvchilardan bilim, ko'nik va malakalarining strategiyasini egallaydi. To'rtinchisi bu yuqori o'quvchilar bilan bilimini sistemali modellashtirish. O'qituvchi o'quvchilarda fan malakalarini shakllantirishning yo'l-yo'riqlarini biladi. Va oxirgisi eng yuqori modellashtirilgan tizimli faoliyat va o'quvchilar xulq-atvorini kiritishimiz mumkin ekan. Bunda pedagog o'z fanini o'rgatishdagi yo'l-yo'riqlarni shunday egallaydiki, natijada u o'quvchi ehtiyojlarida o'z-o'zini tarbiyalashi, o'z-o'ziga ta'lim berishi va o'z-o'zini rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qilar ekan. Pedagogik faoliyatning predmeti bo'lib, bu shaxs rivojlanishining sharti va asosi bo'lmish ijtimoiy madaniyatni singdirishga qaratilgan o'quv faoliyatining manbai hisoblanadi. Pedagogik faoliyatning vositalari sifatida ilmiy, ya'ni nazariy va empirik bilimlarni ko'rishimiz mumkin. Yordamchi vositalarga esa texnik, kompyuter va grafik vositalarni kiritishimiz mumkin. Pedagogik qobiliyatlar tasnifi bo'yicha Kuzminov uning maktabi tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik qobiliyatlar konsepsiyasi bugungi kunda birmuncha to'liq tizimli talqinni ifodalaydi. Bu birinchi daraja, ya'ni perseptiv-refleksiv pedagogik qobiliyatlar o'zida hissiylikning 3 turini mujassam etadi. Ya'ni bu obyektni his etish, o'quvchilar ehtiyojlarini talablar bilan mos kelishining empatiyasi va bahosi bilan bog'liq va me'yor yoki taktni his etishi va oxirgisi bu tegishlilik hissi hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi darajani oladigan bo'lsak, proyektiv pedagogik qobiliyat bu ta'limning yangi samarali usullarini ishlab chiqishga bo'lgan hissiylik va muvofiqlashtiriladi. Bunda gnostik qobiliyat o'quvchilarning o'qitish metodikalarining tez va ijodiy egallashda, ta'limning turli usullarini yaratishda namoyon bo'ladi hamda ular o'qituvchining o'z o'quvchilari o'zi haqidagi ma'lumotga ega bo'lishini ta'minlaydi. Loyihalashtirish qobiliyati bu tarbiyalovchi ta'limning yakuniy natijalarini rejalashtirishida namoyon bo'ladi. Konstruktiv qobiliyat bu birgalikdagi hamkorlik faoliyatini, ijodiy ish atmosferasini yaratishda namoyon bo'ladi. Kommunikativ qobiliyat bu aloqa va pedagogik maqsadga muvofiq munosabatlarni o'rnatishda namoyon bo'ladi va
u quyidagilarga bo'lishimiz mumkin, quyidagilarda ko'rinishi mumkin ekan. Ho'p, Kapterov o'qituvchiga o'ziga xos bo'lgan obyektiv va subyektiv xususiyatlarni ko'rsatib o'tadi. U ko'rishimiz mumkin. Bunda o'qituvchi xususiyati, ya'ni maxsus va shaxsiy ikki turga ajratiladi. Maxsusda bu obyektiv, ya'ni o'qituvchining ilmiy tayyorgarligini kiritishimiz mumkin. Subyektiv bu shaxsiy o'qituvchilik sifatlarini kiritishimiz mumkin. Shaxsiy sifatlarida esa o'qituvchining hissiy irodaviy ko'nikmalarini kiritishimiz mumkin ekan. O'zaro munosabat doirasida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi ta'sirlashuvning emotsional darajasini tadqiqot predmeti tarzida qo'yilishi, ya'ni bu tarbiyachilik faoliyatining yo'nalishida kam uchraydi. Bu muammoga oid ishlar jumlasiga asosan Abromova, Beknazarov, Bernis, Shuvanov va boshqalarning tadqiqotlarini kiritishimiz mumkin. Aynan shu mavzuga muammoga aloqador o'zbek o'qituvchisiga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar nihoyatda kamchiliklarni tashkil etadi. Bu sohada Beknazarov, Ismagilova, G'oziy va boshqalarning ishlarini namuna sifatida ko'rib o'tishimiz mumkin. Hop, pedagog shaxsi va unga qo'yiladigan talablar. Pedagog uchun qo'shimcha, lekin nisbatan turg'un talablar qatoriga kirishuvchanlik, artistlik, shodon xulq, yaxshi did-farosat va boshqalarni kiritishimiz mumkin ekan. Bu xususiyatlar eng asosiy o'rinda turmasa-da, ammo o'qituvchi faoliyati uchun katta muhim rol o'ynaydi. Bosh va ikkilamchi pedagogik xossalar jamlanib, pedagogning shaxsiyatini aniqlaydi. Bu jihatlar kuchi bilan har bir o'qituvchi ajoyib va o'ziga xos shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablardan eng muhimi o'qituvchining shaxsi va uning kasbi bilan bog'liq xislatlariga qaratilgan hisoblanadi. Pedagogning o'zini o'zi boshqarish muammosi. Pedagogning kasbiy faoliyati davomida juda zarur jiddiy jihat bu o'z-o'zini boshqarishdir, ya'ni o'z psixik holati va xulq-atvorini boshqara olish qobiliyati. Murakkab pedagogik holatlarda muqobil harakatlana olishini kiritishimiz mumkin. O'z-o'zini boshqarishning psixologik asoslari bilish jarayonini o'z ichiga oladi, ya'ni bular sezgi, idrok, diqqat va xayol, tafakkur va xotira, nutq, shuningdek shaxs xislatlari, ya'ni bu xulq-atvori, emotsional holati, vaziyatga munosabatini kiritishimiz mumkin. Yuqorida qayd etib o'tilgan